Yo, hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan O'sham Oxirbek Minecraft yana men oddiygina qishloqda mezaq yashayotganimda bir qotil kelib meni qishlog'imga yoqib ketdi. Men kreativdan narsalar oldimda undan qasos olishga qaror qildim. Va men uni qishloqlardan so'rasam, uni uyi nariga qishloqda dedi va uni qishlog'ini men qayerligini bilaman. U bizni Qadrdon qishlog'imizda qo'shnilarimiz edi. Qandaydir qilib ularga qotil keldi. Mana ko'ryapsizlarmi do'stlar? Men undan qasos olmay ketdim. Hali men sendan qasos olaman do'stlar. Undan qasos olishim kerak. Xo'p, endi ketdik. Endi qishloqqa borgancha videoni to'xtatib turaman. Mana do'stlar, qishloqqa ham kelib oldim. Endi men undan qasos olaman. Ana, o'sha qotil deb ismini qo'yib olgan. Qotil. Plosh qotil. Men shundan qasos olaman. Hoy, senga nima kerak? Meni qishlog'imni yoqib. Men seni qishlog'ing qayerdaligini qayerdan bilaman? Menga qishlog'ing kerak emas. Ularni odami kerak edi. Ular menga bo'ysunmadi va keyin men esa ularni yoqib, uylarni yoqib yubordim. Endi qishloqlar qayerda yashaydi? Sen nima uchun senga o'jitlar nima qilib berardi? Menga uy qurib berish dedim. Ular esa menga yo'q deyishdi. Uylarni olaman desam, ular menga qarshi kelmoqchi bo'lishdi. Keyin va men ularning uyini yoqib tashladim. Yur, bir chekkaga chiqib urushib olamiz. Yur. Hozir jangni boshlaymiz. To'xta, uzoqroqda tur. Kriza. To'xta, hali boshlangan yo'q. 1 2 3 Bu yoqqa kel. Qotil yo'q. Men sendan hali ham qasos olaman. Kriza. Qanday qilib chiqding? Men qochoqman. O'g'il bola bo'lsang kelib urish. Erkak bo'lsang narsa qo'yma. Men hali ham qo'yganman va men seni tinti bilan qasos. Voy, qanday qilib qochding? Men sendan hali ham qasos olaman. Qochoq. Duh ekansan. Bu yoqqa kel, duxing bo'lsa. Narsa qo'yishga yo'qdi. Erkak bo'l. Yo, qanday qilib bani olovdan o'tding? Qochish kerak. Nega qochyapsan? Sen ham ko'p marta qochding. Bu yoqqa kel. Bu yoqqa kirisa. Voy, qo'rqoq. Men hech qachon qo'rqoq bo'lmaganman. O'zim prosta to'r qo'yib yuboribman. Bu yoqqa kel. Erkak bo'lsang kel, to'r qo'yishga yo'q. Qanaqasiga hamma qo'llagancha urishadi. Erkak bo'l. Nimaga? Qanday qilib uryapsan? Bu yoqqa kel. Men sendan hali ham qasos olaman. Bu yoqqa kel. Qo'rqma. Erkak bo'l. Qanaqasiga? Voy, meni jahlimni chiqarma. Nega jahlingni chiqarmasligim kerak? Qanday qilib chiqding? Qotil. Qanday qilib? Men chiqib ketdim. Qotil. Undan chiqdingmi? Yana bir marta kir. Nega qatib turibsan? Yana chiqib ketdi. Kir. Hozir kilaman. Bilos, men sendan hali ham qasos olaman. Men seni esa urib o'ldiraman. Mana senga. Hali hech qachon sen qutulib qola olmaysan. Kirisa. Bu yoqqa kel. Kirisa qochoq. Sen ham qochding-ku. Sen kiyimdasan, men kiyimsizman. Kerak
bo'lsa ol. To'r qo'yma, erkak bo'l. Qanaqasiga? Menda kiyim yo'q, senda kiyim bor. Nima bo'lsa ham. Tiysiz urash. Yaramas. Yaxshilab urding. Men qochishga imkoniyatim bor. Va men jonim to'lib bo'ldi. Bobar. Uzr, do'stlar, ukam gapirib yubordi. Bu yoqqa men seni hali ham qasos olmoqchiman. Tuh! Qochoq. Qochding. Men qochmayman boshqa mayli. To'rsiz urish erkak bo'lsin. Men hamma qo'rqganimcha urushaman. Men to'rsiz urushaman. Yo'q, duh ekansan. Sen bilan urushib bo'lmas ekan. Qaki, nima Qo'rqoq. deding? Sen har doim qo'rqoq bo'lgansan. Shuning uchun qishlog'imni yoqib yuborgansan. Yoqaki, qo'rqoq. Nima deding? Ha? Endi qocha olmaysan. Nima deding? Men seni hali yoqqa solaman va va nihoyat qasosimni oldim do'stlar. Ozgina bag bo'lyapti. Mana shunday bo'ladi qasos olish. Hammaga xayr.